Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Azamat akam Andijon shahridan keluvdilar. Mana 26-mayda ekkan ekamiz. Mana eski holatlari. Mana hozir 15 kunlik holatlar. Mana chiroyli bo'lib chiqibdi. Xudo xolasa bular hammasi sinib to'kiladi. Birinchi etapi, ikkinchi etapi 3-oydan boshlab yangi tolalar chiqazadi. Bu sekin-sekin qalinlashib, kimdadir 8 oyda to'lov yopiladi, kimdadir 1 yilda to'lov yopiladi. O'ngga, chapga taraladigan holatiga keladi. Aka, o'sha operatsiya jarayonlarida og'riqlar bo'lmadi? Og'riqlar bo'lmadi. Shu boshda salqinaq bo'ladi, keyin Ari chaqqandek bo'ladi, keyin o'tib ketadi. shunaqa. Mana hozir natijani ko'rdingiz o'zingiz ham. Nima maslahat berasiz endi kelib o'ylanib turganlarga? Kelishsin, ektirishsin, hammasi yaxshi bo'ladi xudo xohlasa. Mana natija nima deysiz hozir chiqqan? Natija zo'r, Zo'rmi? xursandmiz. Sog' bo'ling, bizani tanlaganingiz uchun rahmat aka.